750 ming so'mdan eshik romlar NDFdan yasattiradigan bo'lsangiz, ustakalarimiz chiroyli qilib dastlabkasi vodiy bo'ylab qilib berishyapti. Ustaka bu kvadrat hisoblanadimi? Kvadrat hisoblanadi. Nech pulgacha bo'ladi kvadrat? Kvadrati 700 mingdan 1,5 milliongacha bor. Uni fasollarini tanlashadi. Shu turishi nech pul endi? Shu turishi 1,5 million so'mga to'g'ri kelgan. Aha, xo'p, razmerlari? Razmerlari 90 ga 230, rezinkalari aylantirib, polni osha-mosha zamonlari 3 tadan osha-moshalar qo'yiladi. Aynaklari hamma yo'g'i ichida bo'ladi buni. Ha, mana ochib yopib ko'rsatamiz. Eng qizig'i bu dachaga qilib berishgan. Albatta, har xil holatda hozir bu 8 oy bo'libdi o'rnatilganiga. Общий nechta o'rnatildi? Общий 6 ta eshik, 7 ta rom o'rnatganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, hammasi o'ta go'zal bo'lib chiqqan, go'zal bo'lib. Ikki qanot eshiklarimiz mana. Bularimiz ham Ibro 20 ga 230 eshiklar 1 million 900 ming so'mdan bo'lgan. Rostdan 1 million 900. 1 million 900 ming so'mdan bo'lgan. Общий nech pul bo'ldi? Общий 16 million so'm bo'lgan porni mashinamiz aylantirishga dachig qilib berganmiz. Rosa arzon chiqibdi. Nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Ravshanbekdan oldin sanang, ustakamiz chiroyli qilib beradilar.